Va вообще ichi chirib ketgan ekan. Astag'firulloh. Ahvolga qaranglar. Qancha yarim. Bitta hozir oldingisi usti shunaqa bo'lib ketgan ekan asalni. Limon oldim. Aniqini imbir oldik. Shu bilan aralashtirib, asal bilan aralashtirib ertalab choyga solib ichishga. Kalasini cho'p berib qo'yib, asal aralashtirib qo'yamiz. Nesquik yaxshi ko'raman. Ayniqsa biskvitlar bilan yaxshi ichishi. Ich shokoladli, bu ham shokoladli narsaga qoldiradi. Keyin uni qolib ko'rdim. Yeganlar bormi undan? Birinchi marta buni olaman. Sushi yaxshi ko'raman. O'shanga hozir qilganimda mana shuni ko'rib qoldim. Svejiy ekan. O'shanga yeb ko'ramiz endi buni sizlar bilan birga mazasini aytamiz. Nori bargi bor ekan ichida. O'zimiz o'rab ekanmiz. Nori bargiga tayyorlab qo'yamiz. Buni tayyorlashim bilan mana guruch bo'lar ekan. Bu qanaqa o'rash kerakligini bilmayman. Mana bitta qo'shib qo'yibdi. Xo'p, ikkiga bo'lib ekanmiz, chechakani yopib ekanmiz. Qarang. Mana bunday qilib, keyin bunday ekan. Bitta bo'lib ketadi-ku. Shunaqa bo'lsa-ku. Bo'ldi ekan. Menimcha shunaqa deb aytdi. Menimcha o'xshadi deb qo'yamiz. Qarang, bismillah. O'sha yoqda. Guruch sal quruqroq lekin mazasi zo'r.